Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun yakshanba, havo nihoyat yaxshi, ammo bek sovuq bo'lsa-mu, biroz sovuq kunlarda bolalarni texmi bek muzdek bir havoda ham chiniq suv, ham immun kuchi yuqori ko'tarilish foydasi bo'lsin, ham sap havo yesin deb sirtqa mangduq mana. Miyat güzel köy deb bir köy bor. Bu köyde bir teyzemiz var yani. Bek yaxshi ayol hamda. Necha vaqtnaz bek kilanlı deb qilgan shu nimini ismi Behiye teyze deymiz biz Türkçe'de. Şu Behiye teyzenin bir yo'qlaydi deb, ananiki mağayl deb o'yladim. Balalarım bek yaxshi ko'rdi yani. Men mo aşı eldim Xudayim bir video bir çekip ko'zde qarindoshlar, ammo bek nima? O'zi bek mehmondo'z. Shunaqa qilib güzel köy keldik mana. Hozir to'xtamay chirib ketyapmiz. Bo'lib Mavsil mal rayon ekan, o Behiye teyzening uyi ma'nodan ichkirrakda. Ama yaman chiroyli yerda. Bir yer işler olmuş muştaq kengaramanı yezi bu. Miyada bulununki qo'shni bayaga yaqin emasda sal yezininki sal ichkirisi kerak kirimiz. Ama bek yaxshi man Mishalning hammani o'z qilgan ekanimda-chu. Mana uyni miyadan bir ko'zda qarindoshlar. Uyimiz shu mana. Qarsani ot deylam. Üstü cho'qim yana uy selinish kerak ekan to'q. Ama hazır neyim qilib bo'lolmabdi-da. Xisat sababli-chu. Bularning arkadaş cho'ng hazır qo'tonlari va qo'yli va hazır onu ko'rsatib qo'yman. Ama shunchalik cho'ng. Mana mush etizmishlarningki. Mana mush etizda bular bug'doylarni musha terayotgan. Ishqilib yaxshi. Endi uy qarsanglaringiz oddiy, endi azroq pul bo'lgan bo'lsa bular o'zim shunda deb ketdi. Bir neyim qilibdi men debchu. Mushu biraz iqtisod qila olsa Xudoyim ursin shuna otobusga uy solamiz, ichlarni o'ngshaymiz deb boshladi-chu. Oddiylama ishda hisob tikan to'q. Teyze ne yapıyorsun? Bir şeyler aldın değil mi? He. Evet. Bana ama muşu yoğun muşu yerinin hemmisi bana muşularının ki. Öyle karsanlar addi. Ama köydünler vallahi şunçilik kuşal erkin oynayalaydı. Kışı mı yaz bana muşunda. Cimcit geldi. Elek nimdeyimiz hem de kalaymakan. Bazı bir oylayımız o talar çıkıp vallahi bilen oyna ötüp. Benim kitama o bu boz gidip qalamı ya bir yama işler bilen şug'ullanıp qalam deb o'ylarkan. Ba'zida yizlam shunchalik chiroyli deyman. Uy oddiy bo'lsin, nim bo'libdi. Bugun shunda yaxshi o'zini ash tabiatgan qullarni etgan nasr bilan bir nashtlik qildik. Uydim qiygandiq, ammo mushakilib yana ishtimiz ichilib yana pishib qilibdi qarindoshlar. Mamoyliq yana bir xil seyken. Mushnimi yigil bo'ldi ekan. Anne pırasa. Ha. Bunları ayrı artık temizleyelim. Evet. Ay teyze sana çok zahmet oldu ya. Bunları al temizleyelim. Arkadaşlar bana mavi piyazgen. Bana vay bilim aldırmayın. Neyle? Tırıvere. Bana mavi piyazgen. Karanlık. Tamam. Bir bakalım. Bu da yeşil soğan. Güzel. Işıqlı böyle addi olsun mu? Bir parça ye olsa. Bana muşinçlik öğleni siliş bek çık pul ketmeydi genci. Miyad yemo pek kıymet emesken Türkiye'de hazır hem de belki müseşki başlandı. Ama aşınçlık bir yerden bizni hep koyup, muşunda öğlerden bizni silipçü. Addi olsun bir öğünü silip. En o denken hem işte miyalda buğdayını terip, ayada bir çaromallah olsun bir başta kısım şunçlik güzel bulur deyip oylayayım de. Hazır ben sizlerge arkadaşlar bakkan koyularını gösterip koyayım. Aşının keyinde şunda yaxşı bir iğilleri var. İğilinin her taraftan hava ötüşüp duruşu koylar. Bunda pıxıldap qaldığı yağımız hava ötüşmeyinğen mandaq emas. Onun üstüge miyalının havası yaxşı bolğan ekan, qoylarının göşüm tatlı ekan bulununki. Mana miyal şuna çırayliq ana nimelençü piyazlan adalap işte qıpırdı. Çok sağ olun. Teyze bir konuş buraya bak. Evet. Yukarıda adam var mı? Ma palek qarindoshlar. Mana ataydim bizga. Aldım onu. Özününki tabi paliki. Muş palik aslında bek gerek. Çoğun olup gitmeyeceği. Tabi organik palik mana. Muşta kiçirek bolu dep o'ylayman. İnşallah sırıp qilmay yeyimiz Xudayim birisi ekitip. Mana ma piyaz mana. Hani şu pilavın yanında böyle. Ha balam aşırı nim bilen billa balam görüş bilen billa. Qısaq bo'ldi. Bugun börek nashta yedik ku. Piyaz.
Ama annesine gitsin bırak bakayım. Nasıl? Arkadaşlar miyege üzüm tikip de qarang mana. Üzümni işte chiroyli tikip mana qilib qo'yapti. Üzüm tikdim deb boshladi. Ha, bu dut, yani dut degani üzüm bizning ujma. Ujma. Bu yerda ujma bek chiqqan, qora ujum, oq ujum degandek. Mal quduq. Mana mushni 1000 lira qildirib ekan qarindoshlar. Shu chog'lim qarsoq shishib muvaffaq qildiribdi. Yo'q, bosh chiqib biz ko'ygan vaqtida iliq suv loyitchu. Hozir bu suv shunday yaxshi suzilibdi mana. Aş biz desep köygen çağda suylaydı. Bunu hiç bulmasa ma nimeligi berimiz deydi. Aş mal çaroluk berimiz, su bek şükre, su pulu. Aş da oğandiken dep kıptı hazır bu kuduk mana şunda belen bulap kaptı. Şu çağda mağlayra kıldırıp diken tukan. Bir jil oldu o deymi. Ma bek hava şunun içindek yaxşı. Mana hazır kudukun yeniden öttük qarindoshlar. Mana miye keldik. Teyze bu ne? Şeymiş bu yani. Ne? He, domates biber şey yaptın bunu. Biz de yapıyoruz böyle. He, evet evet. Yani bizde yani ülkemizde de yapardı. Nereye gittin? He, karanlık qarindoshlar mı? İçi kirsin küzüm. Yani bir tartışalım işte tartıp gösterip koy. Bana küçük adam kararlı attı ya. Yağışladı lan. Kıttı bana yağışladı lan. Domates. Ben yemin videonu çekiş bu varlıkta ama şunda hazır sık girip atadım yedin. Burada domates ektin değil mi? Biber, domates. Biber domates ektin. Bana kıran. Küçük adam bana ilkanayım kıttı. Özü attıylam yağıştılam yasaptı bana. Özü özü kaladı kendi. Bıklaşka başlaptı qarindoshlar aynen. Sulayamıyorum, dongutacak. Demek hem de bana ye bolsa, bana muşunchilik qilib o'zimizning bir ehtiyojini chiqdan narsani yasaq bo'ldik. Hozir meni qarasanglar, murakkab to'modek bir naslda yasamizmi, otdaymish yalki yog'och uning bunday yasab, ko'n olmay tashlanib qo'yapti. Iliq suvoq kirmaslik uchun. Ashta qutimiyak sho'xlini tikib qo'ydim deydi. Maşallah, ma'u zeytinning daraxtlari jimo qarindoshlar, zeytin. Biz bu yil men zeytin qildim uyda. Benim çiçeklerim. Mana hozir mana ko'stib, endi qo'tollarni ko'rsatmoqchi. Mana qarindoshlar, mana parnikkaga gelmezse ko'stib qo'yay. Mana o'z kichiklam tutib bo'lib qasmi, demak bir uyning ehtiyojidan bemalol chiqadi ekan qarindoshlar. Mush tuproq degan ajoyib bereketlik narsa ekan. O'tganda shundoq bizim bir zavodning hozir miyaga bizim tikib qo'yapti ekanmiz, chiqib turdi ekan to'xtamay. Mana miyada qo'ylini so'ydi, bo'lchi qurbayt bo'lib qolib qolsa. Tamam. Bakarız ben de. Görmeyi sabırsızlanıyorum yani koyunlarını. Bana mavi kotan qarindoshlar. Ma kotanlı qarsağlım bir emdi bir bek heyvetlik tömövler yaslap ketmişim o. Ama muşunun ihtiyacından çıkıdı ki. Ey mana. Mesela qo'ylarni ko'sib qo'yay qarindoshlar, veterlarni eslab qolasizlar. Mana resmi tükler chiqdi. Vetelde bo'lib qolsa hozir tüklerini chiqib maxsus jo'nsadigan yerlarga sotadi. Ha, bunlar Mau yana bir xil qo'ylar ki. Bolasın balam, qo'z yaxlama. Malaniki mana qaranglar qarindoshlar, mana nemisi mushta shaklda bo'ldi ekan. Qo'tanchi bizniki mesela qo'tani iliq yemek yeydigan yeri bir xil mana o'rchak bo'ldi-ku. Miyada mana bu shaklda yasalgan qaranglar. Bular o'ttirsiqlar misaldagi ko'dingmi iliq mana nemidek qilingan yerni yog'ochdek qilib qo'ygan. Nima deymiz iliq? Ha, nimedek kalt yağışlar bilan qilib qo'ygan. Aşağıgalam yemni sepir degan, matrapdan tushib turdi ekan, ashtaq yeydi ekan. Ma bir xil qo'ylarningki nemisi ekan, sort ekan. Mam yana bir sort ekan. Anne şuna kızım hadi ya konuş. Ben bunu götüreyim. Hozir mana qo'ylarningki yana bir qo'tonga keldik. Mana bu ishda qo'g'lima siyrijma bilan. Qo'zima, nim qildim, qo'zni bek ko'ramadim. Ha, atrapda. Ama bek bağmaylı bulam. Ama qo'ylarni tushishdi etmayli. Gidelim mi? Gidelim demadeydi. Mana qo'zlari qarindoshlar. Voycha. Bek omaqa bek chiroyli. Balam bechirib ko'raylik. Mana qo'zininki kichiklari esa cho'ng o'g'illari ekan. Çok güzel. Teyze.
Sen çok seviyorsun kuzuları. Yavruları. Bu nimeçi teyzemiz ilk küçük nimelerden tatip, müşüklerden tatip, işlerim şununla bir xil belen bir qipchtidu. Qarandek chiroyli qo'zlabdi. O'tgan yil manchlik emasdi. Hozir shu yaqindan shu qo'zlab, hozir qo'zdirmishda avibdi. Mana bu qo'tallar ayad yanib ishga qo'yib. Mana qaylisanglar o'zibek to'milda yasalmisimi? Ammo qaranglar, mana yog'ochlardan hamma yerdan havo o'tishib turdi. Bir yaxshi yeri hamma yerdan havo o'tishib turdi. Şun bir xil ilqi miyana muhitim yaxshi bo'lg'achqa mushani qo'ylardan oldik biz-chu, amilqi sog'lom, tabiiy bo'ladi deb. Qo'ylar mana xo'sh. Chiqib ketdik. Biz chiqdik mana endi. Elim kısdım. Şuraya kısdım. Kapatıyorum. Xo'sh eminglarga. Ondan xayrlashlar, mana mau qo'tandan chiqdik hozir. Chiqib miyada bir qoznaq qavaka qaranglar. Mana qoznaq. Bu mana qarsam oddiy yog'ochdan qilibdi miyaga xil yem. U bu naslni kelib qo'ydik. Miyada oddiy o'simi bir yilqi yem xashaq qo'ydigan uyga. Amina ishni yapchimi bular? Ishni yapa. Mana mayonga maxsus yemlarni qo'yapti, ishni menimcha. Ne oldu? Öldünüz mü? Qarindoshlar, teyzimiz bizni hammamiz bir parcha resim tushib olaylik dedi, ma'qul dedik. Mana ko'rdinglar, uyni yana bir qatam takror bir nima qilib, mana maxsus yem xashaq qo'ydigan yerlari. Bu mana mushundaq chiroyli, nihoyat bepoyon ketgan mana mushlar bir yeshilchilikning ichidagi yer. Qarasanglar, uy oddiy, ammo hamma narsa bor. Shunga bo'lsa, kuchi yetgan, o'zining iqtisod yetgan qarindoshlarimiz mushta yerlik kelibchi. Bir parcha yer ep qo'ysa iqtisod bor qarindoshlar. Mushrik yaqib qo'ysa nihoyat yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Biz mangmoqchimdi bu yerdan. Ammo tez shunchalik ibodatni tutdi. Dedi biz inşallah yani kelimiz dedik hamdi. Allah şükür. Gerçi vatandan ayrılıp hem jiroqlarda yashayotimiz, ammo shunchalik bo'lsin bir mehr muhabbet ko'rsatsa adam shunchalik ta'sirlanib qoldi ekan qarindoshlar. Bizim shunchalik xush bo'ldik, yaxshi bir oila bilan tanishganligimizdan sizlarga ham bir o'rnak bo'lsin qarindoshlarimiz endi mushta qilsak bo'ldi ekan deb, mushta bir bir narsani o'ylab qolsa ajib emas kelgusi uchun deb sizlar uchun bir kishi qisqa olsun bir video çektim qarindoshlar. Menga bir foydali bo'ladi deb o'ylayman tatqanmış videolar. Qarindoshlar, mana mangdoq. Teyzem shundan nim qildi. Teyze Allohga emanet ol. Görüşürüz. Qildik inshaalloh bugungi video sizlar uchun bir foydali bo'lg'ay. Faqat buni tortishga maqsad. Xo'sh, sizlarga xo'sh. Hozir mana biz mangdoq qarindoshlar. Bo'lsa mushta yerni bir o'ylanglar qilib, meni bir pajiye bo'lsimcha ep qo'ysanglar, o'yini oddiy sasimi hamma narsa bo'ldi ekan. Süt, qaymoq, mayli kala vaqsimi, mayli qo'y vaqsimi, mayli ko'rdinglar, sekuk tatqisimi shunchalik nim qilin. Bizning bolalarimiz shaxsan men shunday itizini ko'rsam, yuzini ko'rsam bek ichilib ketaman, ayt xo'shib ketaman. Nasıl yaxshi bo'ldi-ya, bug'inmi? Allah şükür. Balam, manda qilayli endi biz shu chekimni videoni oxirlashtiraylik balam. Bulanda men sizlarga hozir qayildim o'shanga. Undan so'ng biz oxirlashtiramiz. Hammalar Allohga emanet bo'linglar. Allohga emanet.